Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bu yilgi 2025-yilgi haj mavsumi ham boshlandi. Alloh rozi bo'lgan nabi, sahobalar sevgan nabi, yeru osmon ummatlariga rahmat bo'lib kelgan nabi. So'zlay desam so'zlarim ko'p, yuragimda gaplarim ko'p, ko'zlarimda yoshlarim to'p. Sog'indimda Rasululloh. Shamollarga sirim aytdim, sog'inchlarga to'lib ketdim. Madinadan yig'lab qaytdim, sog'indimda Rasululloh. Allohning hojilarimizni qiladigan, hoji onalarimiz qiladigan barcha u joydagi ibodatlari, duolarini o'zida ijobat aylasin. Bu qiladigan haj amallari hajji mabrurlardan bo'lib, hajji mabrurning mukofoti faqat jannat deganlar, ana shu mukofotga Alloh o'zi ega qilsin. Bu joyda qilinayotgan ibodatlari va barakotlari bilan yana kelgusida elimiz va yurtimizga, diyorimizga ko'plab Allohning rahmat nuri nozil bo'lishiga sabab bo'ladigan ibodatlar bo'lishiga Alloh o'zi nasib aylasin. Yurolmadim, xizmatingiz qilolmadim, sahobangiz bo'lolmadim, sog'indimda Rasululloh. Ya Rasululloh, ya Habibulloh, ya Nabiyalloh sallallohu alayhi va sallam. Ya Rasululloh, ya Habibulloh, ya Nabiyalloh sallallohu alayhi va sallam. Ko'pchilikda mana hozir hammalarda deyarli birorta odam qolmadiki, u zotga sog'inchi salomini siz bilan bizdan omon qilib bermayotgan. Ular omon qilib bizga beryapti, to'g'ri, qabul qilyapmiz. Lekin siz bilan bizgachi o'zimiz borib, bevosita borib u zotga salom berishni baxtini Xudo nasib qilyapti. Ziyoratlarni qilib, yurtimizga, tumanimizga, barcha sohada duolarni qilib, qolganlarni ham o'sha chaqirishlarni niyat qilib, yorug' yuz bilan kelishlikdan xojona bo'lib, hojatda bo'lib kelishsak, kutib birga To'lib ketdim, Madinadan yig'lab qaytdim, sog'indimda Rasululloh. Yarim ko'nglim to'lsa edi, yillar ortga qaytsa edi, qani sizni ko'rsam edi, sog'indimda Rasululloh. Yoningizda yurolmadim, Yurtimizdan borayotgan barcha musulmonlar qatorida bizning tumanimizdan borayotgan barcha hoji akalarimiz, hoji onalarimiz salomat bo'lishib, ibodatdan chiroyli qilishib, o'sha joylarda yurtimiz uchun, xalqimiz uchun chiroyli duolarni qilishib, yana sog' omon kelishlarini Alloh nasib aylasin. Bugun ularni kuzatmoqchi bo'lib chiqqan barchalarimizga, xosatan ularning farzandlariga, yaqinlariga, bu yerda ishtirok etgan barchalarimizga Alloh o'zining uyiga borib haj va umra qilishni ko'p nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.